Yakshanba kuni xo'roz qichqirish u yoqda tursin, ot tepsa ham turgim kelmaydi. Zo'rg'a birov o'ldirib qo'ygandek o'rnimdan turib oldim, chunki bolalarim kelib uyg'otib mani quchoqlashi kerak birinchi o'rin. Erkaklarga mazza-ya, xohlagan payt uxlab, xohlagan payt turadi. Hamma mas'uliyat onalar va kelinlarni bo'ynida. Bolalarni ovqatlantirib, bo'yanib oldim, chunki bugun kosmetologimga borishim kerak. O'zim o'rtog'im kosmetolog. Ketishdan oldin kirlarimni baviyda oqartirib ketdim. Bolalarning yag'ir bo'lib ketgan noskilarini zo'r oqartirib beradi. Kulganimga ahamiyat bermanglar, yag'ir rostdan. Baviy kislorodный очиститель va пятноводитель hisoblanadi. Agar kir moshinaga solsanglar, qo'shimcha порошок solishinglar обязательно. Agar ivitmoqchi bo'lsanglar, shart emas. Baviyni 1 kiloligi, 300 grammligi va shunaqangi 60 grammligi bor. Bemalol kir moshinaga ham solib ishlatsanglar bo'ladi. Kirlarni bemalol 60, 95 yoki 90 gradusda yuvasiz. Rangli kiyimlarni rangini o'chirmaydi, lekin qizil kiyimlarni boshqa kiyimlarga aralashtirib olmasdan yuvishinglarni tavsiya qilaman. Uni ozgina rangi chiqib qoladi. Bollarni xullas uchalasini ham adasiga tashlab, kosmetologimga ham yetib keldim. Labimni shunaqangi ozgina filler qildirdik. O'zi oldin filler bor edi, shuni to'g'ri korreksiya qildik. Shunaqangi labinglarni muzlatib qo'yadi. Og'riq sezmaysizlar. Do va posle holatini ko'rsatdim sizlarga, juda ham chiroyli chiqdi. Sizlar nima